Qatga qarayapsizlar. Ne bunaqa kamomad chiqyapti? Siz menejer bo'lib turib, ne hisobot topshirmayapsiz? Bilmayman, xo'jayin. O'zim ham hayronman bunaqa kam chiqayotganiga. Komil, yonib qolishimizga ozgina quvvat tog'ayni. Sal ehtiyot bo'lgan. Keyin olganga yarasha qimmatroq narsalarni olganda, oddiy narsalar olmagan. Yangi do'kon gaplashib qo'yganman. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti. Hey! To'xta, nima olib chiqib ketyapsan? Siklatlarni tozaladim, musorlarni olib chiqib tashyapman. Bo'pti. Sarvinoz, qarshimizda charchamayapsizmi? Komilni ko'rmadingizmi? Menimcha skladlarni tozalayotgandilar. Ha. Unda menejerimizga shunday aytib qo'ying. Men zarilishim chiqib qoldi. Shunday o'tib kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mana narsalarni olib keldim. Alaykum assalom. Aka, o'z bo'ta bilan qayerda borsiz? Narxlarni ancha menga arzon beryapsiz. Aka, uzumini yinovi bog'ini surishtirmang. Arzon olib kelayotganda olib foydalanib olsangiz-chi? Assalomu alaykum. Barjomingizdan kitob bering. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Yo'q, ish bilan keluvdim. Rahmat keling. Xo'jayin, majburligimdan qildim hammasini. Iltimos, meni kechiring. Hammani oldida uyaltirgim kelmadi. Bu narsa bilan men yo boy yo kambag'al bo'lib qolmayman. Shu narsani agar o'zimdan so'raganingda berardim. Shuni sotib hozir borib farzandlaringga yedirasan. Farzandlaring harom luqma yegandan keyin qanaqa farzand bo'ladi? O'zingga o'xshagan yo o'g'ri bo'ladi, yoki qanaqadir kuturgi bo'ladi. Esingdan chiqarmang shu narsani. Bu narsa bilan men yo boy yo kambag'al bo'lib qolmayman. Hozir olib borib farzandlaringga yedirasan. Farzandlaring harom luqma yegandan keyin o'zingga o'xshagan yo o'g'ri bo'ladi, yoki qanaqadir kuturgi bo'ladi. To'xta. Nima savolding qorningga? Menga qara. Men qorningga nonni savolding. Kim o'rgatdi buni senga? Amaki, meni kechiring. Sandagilar ko'payib ketdi o'zi. Hozir militsiya chaqirib, militsiyaga berib yuboraman seni. Mashinaqalarni o'zi ota-onasi chiqarib yuboradi. Bor bu narsa o'g'irlab kelgan deydi. Buvsini qo'lda qolgan, bu ota-onasi o'lib ketgan. Buvsi o'rgatgan bunga bor o'g'irlik qilib kelgan deb. Menga qaranglar. Bitta non uchun shunaqa vahima qilyapsizlarmi? Qizim, shu nonni o'g'irlamasdan, undan ko'ra sotgani yaxshi emasmidi? O'zi arzimagan pul turadi-yu. Amaki, uyimizda hech narsa yo'q. Buvim bilan 4-5 kundan beri Ramazonda suv bilan og'zimizni yopib, suv bilan ochyapmiz. Shuning uchun non olgandim. Bu qiz shu mahallada turadimi? Taniysizlarmi sizlar? Aha, aka, bir magazin kirib turadi. Men dashi uygacha bilaman. Buni taniganimiz bilan nima qizig'i bor? Buni militsiyaga topshirib yuborish kerak. O'g'ri-ku. Ne unaqa deysiz, birodar? Aslida shu qiz o'g'irlik qilishiga biz aybdor emasmizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rmadinglarmi shu narsani? Hammani oldida izzat qilishdan oldin. Oilasidan xabar olmadinglarmi? Kim bo'ling mahalla ekansizlar. Hammanglar o'zingizga yetarli boysizlar. Hammanglarning imkoniyatinglar bor. Qizim, mana shu do'kondan xohlagan narsangni ol, pulini men beraman, xo'pmi? Bor aka. Aka, mashinani hisoblab bering. Pulis kerak emas. Qizim, uyingda nima kamchilik bo'lsa, do'kondan bemalol olgan narsa, xo'p? Meni kechirgan qizim. Aslida shu qiz o'g'irlik qilishiga biz aybdor emasmizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rmadinglarmi shu narsani? Hammanglar o'zingizga yetarli boysizlar. Hammanglarning imkoniyatinglar bor. Ye Bobur. Ye Bobur, nima gap? Tinchmisan? To'y yaxshimisan, charchamayapsan? Dota hozir tushaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Nurmisan, charchamaysan. O'rta to'g'ri tushunasan endi. Shu kirib yotibdi. Maktabda 2 ga o'qirding-a. Shunaqa ishlar qilib yuribsanmi? Men shu nasib ekanda o'rta. 2 kira to'g'ri yodladingmi? Maktab paytida bilmasdim. Beshol. Apaq. Gaplashamiz bo'pti. Olmaylar, Ahmad odada joy bormi? Shuna qarab oringlar. Yo'q aka, joy yo'q edi-ku. To'xtab turing, men xo'jayindan so'rab keling. Akalar, sizlarga alohida joy qilib qo'yishgan ekan. Yuringlar, kuzatib qo'yaman. Ko'rdingmi? Bizning hurmatimizni ana Boburmi? Ha, o'sha. Afsantlik bo'ptimi? Afsant 70 ga kirganmi deyman? Gap yo'q, ham mardikorchilik, ham afsantlik gap yo'q lekin. Ukam, qaravor nechi pul bo'pti? Xo'jayin sizlarnikini to'lab yubordilar.
Aka o'g'ani turibdilar Bobur aka. Sinfdoshlaringiz keluvdi. Joy yo'q, nima qilay? Sinfdoshlarim deysanmi? Ha? Men xonamga joy qilib berdilar. Xo'p bo'ladi. Bobur? Kamchilik bo'lmadimi? Cho'tki ma'nasi? Ne unaqa deysan, o'rtoq? Hammasi yaxshi. Oldingda sar hijolat bo'lib turibmiz. Ya ne hijolat bilasan, o'rtoq? Sinfdoshi ma yo san yo boshqa tanlamaydi. Alloh yaratgan dedi. Sizlardagi sinfdoshim borligidan men juda ham xursandman, o'rtoq. Gaplashamiz, o'rtoq, xudo xolasa. Xizmat bo'lsa tayyor. Sinfdoshi ma yo san yo boshqa tanlamaydi. Alloh yaratgan dedi. Sizlardagi sinfdoshim borligidan men juda ham xursandman, o'rtoq. Chaqirdingizmi xo'jayin? Ha, yozgi mahsulotlarga hammasiga chegirib beraveringlar, xonmi? Xo'jayin, zaranglar kirib ketamiz-ku. Hey, xalq mazza qilsin. Boring tez qiling shu ishni. Xo'p bo'ladi. Akam yaxshi futbolkalar chegirmaga tushganmi? Yo'q, aka, kelishtirib qilib beramiz. O'zi 200 ming sotilyapti. Voy, men qara. Ha. Nimaga o'zing narxida 200 ming sotyapsan ularni? Sen xo'jayin nima dedilar 99 ming sotmaysanmi? Uni qish qilmagan eshitib qolsalar gapi eshitasan bekorga. Futbolka 99 mingdan, dvoykalarning originallariga 49 mingdan yaxshi. Chegirmalar zo'r ketyaptimi? Xo'jayin chegirma qilganingiz uchun xalq maza qilyapti. Chegirmalarda Mashallah. yaxshi bo'lib turadi. Odam ham ko'payibdi mana. Aka, mana shuni o'rab bering. Mana 200 ming. Nimaga unaqa qilyapsizlar? Yozgi chegirma qilamiz deb turib 99 ming so'mdan qilinglar futbolkalarni deganman-ku. Yo'q, aka, bilaman, ana ishchilar aytdilar. Okey, bolalar deyishibdi, 100 ming mani pulingiz. Hozir buni o'rab beramiz. Ho, xo'jayin, chaqirdingizmi? Men sizga nima dedim mana kuni? Ramazon oyida yozgi mahsulotlarimiz o'sha boshlang'ich narxi 99 mingdan dedim. Boya futbolkani 200 mingga sotibsiz. Unaqa ish qilmang keyin safar. Agar yoqmayotgan bo'lsa, siz boring, keting, o'rningizga boshqa odam olaman. Bizim xo'jayin. Mavzu. Bilib ishinglarni qilinglar, boringlar. Xo'p bo'ladi. Bunaqa arzon joy qayerda ekan degan insonlar uchun manzilani esda qoldiringlar, o'rtoqlar. Namangan shahri Do'stlik buyum bozorini shunday ro'parasida Bagachu Premiumda hammanglar kutib qolamiz. Mana shu videoni sifatli kiyim qidirayotgan odamlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar.